Salom do'stlar. O'tgan videomdagi mavzuni davom ettirmoqchiman va ko'rmaganlar uchun eslatib o'taman. Men stress va depressiya haqida kirish qismida fikrlarimni bildirib o'tgandim. Kim ko'rmagan bo'lsa, birinchi o'sha videoni ko'rishni maslahat beraman, yanada tushunarli bo'lishi uchun. YouTube'da o'zbek tilida shu mavzuda juda ko'p videolar bor. Psixologlar, coachlar, blogerlar, ularning 100 minglab prosmotrlari bor. Lekin bilasizmi nimasi qiziq? Dunyo statistikasi bo'yicha ayrim psixologlarning o'zlari stress va depressiyadan aziyat chekishadi. Tushunyapsizmi muammo qanchalik jiddiyligini? Bu shunchaki gaplar emas. Biz siqilishimiz to'g'ridan-to'g'ri sog'lig'imizga ta'sir qiladi va hattoki shu muammoning mutaxassislari ham stress va depressiyaga uchrashadi. Aslida stress va depressiya butun dunyo bo'ylab judayam jiddiy muammoga aylangan. Faqat ko'pchilik bu narsani ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Ammo har bir odam ichidan nimalar o'tayotganini o'zi yaxshi biladi. Bejizga aytishmagan, hammani o'zini muammosi bor deb. Hayotimiz stabil holda bo'lgan payt hammasi yaxshidek, lekin biror bir jiddiy muammoga uchrasak, inson o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Nafaqat jiddiy muammo, balki hayotimiz yaxshi bo'lsa ham nimadir noto'g'ridek tuyulaveradi. Ko'pchilik bilmaydigan bir statistikani aytaman. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, uzoq vaqt stress va depressiya holatida yurish oshqozon yazvasi, davleniya, ya'ni yuqori qon bosimi, yurak kasalliklari, miya hujayralarining o'lishi, xotira pasayishi, insult, infarkt, sahr, ya'ni sahrni diabet, tomirlarning tromb bo'lishi, ortiqcha vazn va boshqa jiddiy kasalliklarga olib keladi. Tushunyapsizmi aslida muammo qayerdaligini? Kasalliklarning ildizi aslida qayerdaligini? Zararli odatlar va genetikani hisobga olmaganda, aksariyat kasallikning asosiy sababi ruhiy holatimizda. Sababi biz uzoq vaqt siqilib yursak, immun tizimimiz sinishni boshlaydi. Ya'ni hamma narsa birinchi o'rinda ruhiyatimizga borib taqaladi. Shuning uchun birinchi o'rinda ruhiy holatimizga e'tibor qilishimiz kerak. Aslida-chi, biz kasallikni davolaymiz, ammo ruhiy holatimiz ikkinchi darajali bo'lib qoladi va siqilib yurishni davom etamiz. Bu esa kasal odamni battar ahvolga solib qo'yadi. Do'stlar, bu ma'lumotlarni hamma bilishi kerak, chunki bu haqda deyarli hech kim aytmaydi. Va yaqinlaringiz ichida shu kasalliklarning biri bilan aziyat chekadigan inson bo'lsa, u insonni ruhiy holatini e'tibordan chetda qoldirmang. Qanchadan qancha odam kasalliklardan aziyat chekishadi. 5 sekund vaqtingizni ayamang. Kanalga podpiska va like bosib qo'ying. Bu ma'lumotlarni hamma bilishi shart. Menga prosmotrni ko'pligi emas, balki odamlarni bu haqda bilishi muhim. Oldindan rahmat. Miyangizga va ruhiy holatingizga e'tiborsiz bo'lmang. Bu sizning to'g'ridan-to'g'ri sog'lig'ingizdir. Hozirgi vaqtda hamma narsa chalkashib ketdi. Miyada ming xil informatsiya, ming xil xayollar. Menimcha bugungi kun muammosi biz nima xohlashimizni bilmaymiz va javob qidiramiz. Qandaydir buyuk maqsad qidiramiz. Aslida biz rostdan ham maqsad qidiramiz va birinchi maqsadimiz ko'ngilda xotirjamlik xohlaymiz. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor qilmaydi. Bir eslab ko'ring, qachon oxirgi marta o'zingizni xotirjam his qilgansiz? Hech qanaqa xayolsiz. Biz aslida aynan shu ruhiy tinchlikni istaymiz. O'zingizni bir tekshirib ko'ring. Tinch joyga boring. Hech narsa xalaqit qilmasin. Telefonni olib qo'ying va tekshirib ko'ring. Qancha vaqt o'zingizni hech qanaqa xayolsiz, tinch, xotirjam holda his qila olasiz. Yana bir qiziq statistika aytaman. Hayotda 90% dan ortiq odamni aslida logika emas, hissiyotlar boshqaradi. Ya'ni inson qandaydir qaror qilishdan oldin logikaga emas, emotsiyaga beriladi va shu emotsiyaga berilib qaror chiqaradi. Buni inson sezmay ham qoladi va ichidan o'ylaydiki, men o'ylab ko'rib qaror qildim. Oddiy misol, ko'pchilikni tez jahli chiqib ketadi va jahl ustida nimadir qilib qo'yadi. Kimnidir urib qo'yishi mumkin, kimnidir xafa qilib qo'yadi. Bejizga aytishmagan, jahl chiqsa aql ketadi deb. Hayotimizdagi deyarli barcha qarorlarimizni
emotsiyalar boshqaradi. Bugungi kun global muammosi biz bilim orqali qaror chiqarmaymiz, biz hissiyotlar orqali qaror chiqaramiz. Hissiyotlarimizni esa jilovlashni bilmaymiz. Buning oqibatida hayotimizni aslida bilim va logikamiz emas, emotsiyalar boshqaradi va butun umr emotsiyalar qurboniga aylanamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar bunga yaqqol misol. Kimdir kimnidir urgan, pichoqlagan, urush janjal, baqir-chaqir, bularning bari men keltirgan misolga yaqqol dalil. O'ylab ko'ring, inson hayvondan shunisi bilan farq qilmaydimi? Bizda aql bor va aqlni bilim orqali ishlatishimiz kerak emasmi? Bizda til bor, biz aql va tilimizni ishlatib kelishib olsak bo'ladi. Hayvonlarni aynan shu emotsiyalar boshqaradi, ya'ni qo'rquv, g'azab. Lekin biz insonlar hayvonlardan farqliroq aqlni ishlatishni unutib qo'ymayapmizmi? Bunday misollar nafaqat g'azab, balki boshqa emotsiyalarga ham tegishli. Masalan, qo'rquv, xavotir, siqilish. Har kuni biz shu hissiyotlarga berilib yuramiz va shu emotsiyalar asosida qarorlar chiqaramiz. Do'stlar, emotsiyaga berilib emas, aql bilan ish qilaylik. Bu narsa nafaqat o'zingizga tinchlik va sog'liq olib keladi, balki atrofingizdagi insonlarga ham. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanaldan uzoqlashmang. Kimda zarracha imkon bo'lsa, kanalni rivojlantirishda o'z yordamingizni ayamang. Raqamlar havola ostida. Omon bo'ling.